Hayotim davomidagi eng xavfli test qilib ko'rmoqchiman. Ko'ramiz. Ishlatuvchilar uchun 20-25 minus gradusda 100 ming dollarlik sigarra ichkariga 5 soatga tiqmoqchiman. Nima bo'ladi men bilmayman. Balki batareyasi ishlamay qolishi ham mumkin, yoki-da mashina buzlab qolishi ham mumkin. Balki chiqar. Sizlarga qiziq. Bu test akalar, menga ham qiziq. Bu odam sog' emas, har nima deb ko'rdim, lekin tushuntira olmayapman. Bu sizlar o'ylagan ko'chadagi o'zimizda sovuq bo'ladigan 20 gradus emas. Tavakkal, ukam boshladi. Yo'q, men tushundim, lekin mashinangizdan ayrilasiz, bu Xitoy mashinasi. Ukam tezroq chiqmasa, bori ukam qaltirab ketdi. Bo'ldi, chiqamiz. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Mashina yuradimi, zavat bo'ladimi o'zi? Oxirida o'zingizlar ko'rasizlar. E'tibor berasizlar. 23:08. 5 soat start ketdi. Yo, uyali, yo, piyoli bo'ladi hozir.